Otadan keyin, onadan keyin suyanchiq tog'imiz yo'q azizlar, ishonadiganimiz yo'q. Muso payg'ambar onalari o'tgan ekan. Onalarini tobut haligi kafallab, tobutga solib qabristonga olib borsalar, qabr qazib qo'yibdilar ekan. Muso alayhisalom kecha ona uyimda farishtam bo'lib o'tirgan, oppoq libosda duogo'yim bo'lgan mehribonim onamni endi shu qabrga qo'yamanmi deb, onalarini qabrlariga bag'rilariga bosib qushlardan ketib qolgan ekan. Bir qancha vaqtdan keyin o'zlariga kelibdilar. Onamni ko'mishim kerak, ahli farzandlik burchim. Onalarini ko'mibdilar. Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib, shunday qabristondan chiqsalar, Xudoy taolodan vahiy kelgan ekan. Ey Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling degan ekan. Ey Parvardigor, sen bilan ko'p gaplashdim. Xo'p gaplashdim. Bir marta shu gapimiz orasida o'zingizni ehtiyot qiling demagan eding. Nima uchun aynan onam o'lgan kuni o'zingizni ehtiyot qiling deyapsan Parvardigor degan ekan. Xudoy taolo ey Muso, siz erta bilan uyingizdan ko'chaga chiqib ketganingizda Parvardigoro Muso o'g'limni o'zingga omonat topshirdim. Shikastlardan asragin, yo'ldagi ofatlardan, yomonlardan asragin, bag'rimga salomat keltirgin deb duo qiladigan duogo'yiz bor edi. Uyga kelganingizda, keldingmi bolam, mana buni ichib ol, mana buni yeb ol deb sizga mehribon onangiz bor edi. Mana shu onangiz bugun duogo'y onangiz dunyodan o'tdi. Mana shu duo sababidan sizni ko'p shikastlardan saqlayatgandim. Bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling deb ogohlantiryapman degan ekan. Payg'ambari Musoy Kalimulloh Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan, ilohiy kitoblardan Tavrotni qo'llariga qabul qilgan zot onani duosiga muhtoj ekan. Sizni bizlar kimmiz endi payg'ambarning oldida? Yo sizni bizlar muhtoj emasmizmi ota-onaning duosiga, birodarlar?